Assalomu alaykum limon ko'chat ishqibozlari. Mana 2 yoshli ko'chatlarimiz zagazlarga ekyapmiz, xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu ko'chatlarimiz mana paqirlab Andijonga kelyapti. Mana bu ko'chatlar mana 2 yoshli ko'chatlarimiz mana gullagan holatda. Ko'rishinglar mumkin. Mana ko'k ham yashil. Mana holatlari. Mana gullagan ishonchli ko'chatlar. Xudo xolasa mana bu yoqda ko'chatlarimiz mana 140 ta Toshkentga tayyorlaganmiz. 140-45 ta limon bilan xudo xolasa ertaga yo indinga dastavka qilamiz bu ko'chatlarimiz. Mana yam yashil. 2 yashar ko'chatlarimiz mana chiroyli holatda. Holatlarni mana ko'rishinglar mumkin. Ara shoxlagan chiroyli holatda mana. Umuman haligi nima deydi? Sifatga ishlangan haligi nima deydi? Bachkana bo'yga ishlanmagan, faqat shoxga ishlangan mana. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mana mashlar ham gullagan mana. Gullagan. Ularni mana ertaga Toshkentga dastavka qilamiz. Bularimiz Andijonga mana bu yoqda yana ekishyapti. Mana holatlari shoxlagan chiroyli ko'chatlar mana. Ko'rishinglar mumkin. Biz mana dehqonchilik nima deydi? Birovni olib sotish unaqa narsa yo'q, xudo xolasa. O'zimiz dehqonmiz. Ishonmaganlar uchun mana hozir men parniklarimiz ekilgan holatlargacha ko'rsataman. Bu yoqda mana ekishyapti. Mana shu bog'imiz. Xudo xolasa bu yoqda ko'chatlarni ekishyapti mana. Bular mana qayta ekin. Kichkinalarni qayta ekinga ketyapti mana. Yo'qmagan ko'chatlarni mana shu ko'chatlarni ekib olsa bo'ladi mana shu ko'chatlarni ham. Lekin mana shularni qayta ekin qilinyapti. Keyingi yil 3 yashar bo'ladi shularimiz, 2 yashar, 3 yashar aralashtirib ekilyapti mana. Bu yoqda mana dadam ko'mib chiqyapti. Bu yoqda ekilyapti, paqirlab chiroyli ko'chatlar mana holati shoxlagan arasi chiroyli ko'chatlar. Mana bu yoqdan men ko'chirib ketyapman. Katta-kattasi olyapti mana shu ko'chatlar ichidan, mana shu ko'chatlar ichidan katta-kattalari terib olinyapti. Shoxlagan arasi ham yangi bak chiqarilgan, arasi o'sadigan holatda. Keyingi yilga xudo xolasa mana shu ko'chatlarimiz meva, mana shu ko'chatlar o'rnida qolsa kuzda 10 ta 15 tagacha meva ushlaydi mana 2 yashar ko'chatlarimiz. Endi buni ekib olyapmiz chunki nimaga desalar, mana o'rnida qolsa o'q tomirib ketadi, lekin meva ushlaydi. Tomir pastga qarab ketib qoladi, ko'chirgandan keyin nima deydi? So'lish, shunaqa narsa bo'ladi. O'zini tiklab olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana bundaqa qayta ekin qilinadi. Qayta ekin qilinsa tomir yana chachala tomir bo'lib yonboshga ketadi. O'rnida qolib ketgan ko'chatlarni o'shaning uchun sizlarga tavsiya qilmayman. Mana shu ko'chatlarimizni men o'rnida qolsa mana shu ko'chatlarimiz kuzda 10 tadan 15 tadan meva soladi mana shular. Bemalol 100 mingdan 80 mingdan sotsam ham oladi mevasi bilan. Lekin bizni mana shularni ko'chirib paqirga o'tkazib hozir sotyapmiz. Yo'qmaganini qayta ekin qilyapmiz. Mana gulini ko'pligini ko'rishinglar mumkin. Har bitta bakida guli bor mana. Bular yana rosman 2 yasharga to'lmagan ko'chatlarimiz. Agar bu rosman 2 yasharga to'lib olsa, bu ko'chatlar qanaqa meva berishini sizlar ko'rib baho berishingiz mumkin bemalol bu ko'chatlarga. Xudo xolasa ishonchli, sifatli ko'chatlar. Bu yoqda ham mana gullab yotibdi, patrak gullab yotibdi. Shulardan mana pashti ko'chatlarimiz qolmadi. Oxirgilar partiyalarni mana oxirgi parnigimiz bor edi. Bularni ekib 3 yashar qilaman degandim. Buni ichidan ham sotilib ketyapti mana. Hozir Toshkentga 145 ta chiqardik. Mana yana 250 ta, 300 ta chiqqanicha ekib beryapti Andijonga. Yana ekyapmiz. Xudo xolasa keyingi yilga bemalol telefon qilib, nima maslahat kerak bo'lsa so'rashinglar mumkin mana. Dadam bemalol mana shu 4959 nomerga telefon qilsalaring bemalol shu 30 yildan beri mana shu limonning ichida bemalol maslahat beradi mana shu
limon to'g'risida hamma narsasini, hamma kasalliklarini, qanday nima solinishini hammasini biladi. Mana shular qayta ekin, mana shularimiz. Mana shu katta ko'chatlarda mana sotsa oladi. Mana shularga hozir 15 mingdan klient bor, lekin sotilgan yo'q. Kuzda xudo xolasa 3 yashar ko'chat bo'ladi. Mana shular katta bahaybat ko'chat bo'ladi. Kuzda yana bir video qilaman. Bular ko'klab olgandan keyin yana bir video qilaman.